Voy jigar, bu mashinani olsangiz, sizga spanli ham kerak bo'lmas ekanda. Mabodo uyga kech kelib qolsangiz, keyin kirgizmasalar, yotadigan joyingizdan tayyor ekan. Qarang buni orqasini kattaligini. Men panoramalardan yulduzlarni tomosha qilib yotasizda, eng qizig'i, bu mashinaning 3-qatorida ham deflektorlari bor ekan. Qishda suvda sovib qolmaysiz. Ham 3-qatordiga ham podstakanchiklarni ko'ryapsizmi? Mashinani zo'r ishlab qo'ygan ekan. Endi narxi ham vobshe keladi. Trekkerni puliga. Jigar, agar oilangiz katta bo'ladigan bo'lsa, shoshib pishib trekker olib qo'ymang. Chunki uni puliga sizga 7 kishilik zo'r mashina topib qo'ydim. Xitoy bilan Italiya hamkorligida ishlab chiqarilgan CVM G05 modeli. Bu mashinaning 3-qatorida nafaqat yosh bolalar, balki bizga o'xshagan katta odamlar ham bemalol o'tirib ketsa bo'lar ekan. Salon dizaynlari ham akkuratli ishlangan ekan. Navro'tlariga keladigan bo'lsak, multirul, elektronli sideniya, 4 xil sideniyasida ham adagrev bor ekan. Panorama tom, sensorli monitorli, shaybali skorslariga alohida baho bor. Elektronli tablolarigacha bor ekan. 360 kameralarga nechi buni? 1,5 litrli turbina motor bilan jihozlangan ekan. Rasxoti ham 9 ta 10 ta atrofida ekan. Narxi ham davlat siri emas. 262 million 970 ming so'm ekan. Bu pulga trekker ham olasiz-ku. Mashina bosib oling, keling bitta haydab ko'ring-da, sizga yoqishi aniq.